Assalomu alaykum. Aka-uka katta ishqibozlar, xonadonlar, uydagilar, balla hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukronlar olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar olsun akalar. Samarqandlik akalar uchun kaptallarga video qilib chiqaryapman. Qani mana qaysilar yoqqan bo'lsa akalar, atasizlar belgilaysizlar. Men to'g'risi gap tushunmayman belgilashni. Prosta sizlar video qilinglar dinlang. Hop, bu video qilyapman. Teppa qatorda oldim aka. Xudo xolasa, kirisi mana sotilgan, buni so'ramaysizlar. Ko'krak qizillar ham sotildi, ukaxon olishdi. Ular ham sotildi. Mana endi qolganlarni tashab beryapman. Ko'rib, aka mana shu kaptallar yo'q desalar ham beramiz, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha. Mana ikkinchi qatori bu. Mana. Bu ikkinchi qatori mana. Bu ikkinchi qatori mana. Qaysilar yoqqan bo'lsa aytasizlar mana. Mana. Ikkinchi qatori. Endi pastga olaman, pastki qatorini ham ko'rasizlar, xudo xolasa. Mana. Akalar belgilaysizlar, men chiqaveraman. O'ynaydi, o'ynamaydi deb borini aytaman. Kaptar akani tiqishtirishni keragi yo'q. Uchirasizlar, menga videosini tashab berasizlar ama. Bexijolat. Mana. Mana. Pastlardan oldim, tepalardan oldim. Mana endi manetlarda vaqtlar yotishibdi. Keyin pastlarda ham olaman, xudo xolasa. Mana. Bu gnezdolarda ham yotibdi, burchaklarda ham yotibdi. Endi xudo o'zi qo'limdan kelgancha pastlarda ham olaman mana. Mana akalar, endi pastlarda ham olyapman. Xudo xolasa qo'limdan kelgancha. Inshaalloh betlarga sig'mayman-da, shuning uchun sekin olyapman mana. Ana taylari bilan olyapman mana. Mana taylari bilan olyapman mana. Kaptallarga ko'rinsa, ko'rindi, ko'rinmasa to'g'ri tushunasizlar mana akalar. Mana taylari bilan olyapman kaptallar mana. Tey ham to'la kaptar mana. Mana ataylab sekin shu Samarqandlik akalar uchun olyapman mana. Ana aka Samarqandlik kaptalda varzat uchun olyapman, ammo o ko'krak qizillar sotildi akalar, kelmay qo'yarasizlar. O modasi zilonka bor, narida yo'q mana. Ular sotildi. O tuxum qo'yibdimikin? Yo bormikin tuxumi? Agar tuxum qo'ygan bo'lsa, tuxum bilan berib yuboramiz akalar. Qolganlar sotilmaydi. Qolganlar sotilaveradi akalar, bexijolat. Mana Anjol o'sha Samarqandlik akalar ko'rsin, mana shu kaptallarchidan mana shular yo'qdi deb bemalol belgilasin. Men xudo xolasa qo'limdan kelgancha inshaalloh bitta chiqarib berishga harakat qilaman. Videolar muomalabda rahmat deb like deb bosaveringlar.